Zelenskiy 15-may kuni Turkiyada Putin bilan shaxsan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi. Ertadan boshlab to'liq va uzoq muddatli o't ochishni to'xtatishni kutyapmiz. Bu diplomatik harakatlar uchun kerak bo'lgan asos bo'ladi. Odamlar o'ldirilishini cho'zishning ma'nosi yo'q. Shuningdek, men Putinni payshanba kuni Turkiyada kutaman. Shaxsan umid qilamanki, bu safar rossiyaliklar yana bir bor bahona topib kela olmaymiz demaydi, dedi Ukraina rahbari. Donald Trump Zelenskiyni Rossiya bilan Istanbulda muzokara o'tkazishga darhol rozi bo'lishga chaqirdi. Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv tuzishni istamayapti. U buning o'rniga payshanba kuni Turkiyada uchrashib, qon to'kilishini to'xtatish imkoniyatini muhokama qilishni xohlaydi. Ukraina bunga rozi bo'lish kerak darhol. Hech bo'lmaganda ular kelishuvga erishish imkoni bor yo'qligini anglaydi. Agar bunday bo'lmasa, Yevropa yetakchilari va AQSh vaziyat qandayligini tushunib, shunga mos ravishda harakat qilishlari mumkin. Men endi Ukraina Putinning taklifiga rozi bo'lishiga shubhalanib qoldim. Axir Putin 2-jahon urushidagi g'alaba bayramini nishonlash bilan band. Bu urushda Qo'shma Shtatlarsiz yutib bo'lmas edi. Endi harakat qiling, dedi Donald Trump. Avval o't ochishni to'xtatish, shundan keyin muzokarani boshlash kerak, dedi AQSh prezidentining maxsus vakili Kit Kellogg. Donald Trump bir necha bor aytgan edik, bu qirg'inni to'xtating. Avvalo, dastlabki shartlarsiz 30 kunlik otash kesim joriy etilsin. Shu vaqt ichida esa keng qamrovli tinchlik muzokarasiga o'tilsin. Aksincha emas, dedi Kit Kellogg. Avval 30 kunlik o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish kerak. Keyin esa qolgan masala muhokama qilinadi. Rossiya urushni davom ettirish istagini so'z o'yinlari bilan yashirmasligi kerak, dedi Ukraina rahbarining devon rahbari Andrey Yermak. Avvalroq Vladimir Putin Ukrainaga 15-may kuni Istanbulda hech qanday dastlabki shartlarsiz to'g'ridan-to'g'ri muzokarani qayta tiklashni taklif qildi. Putinning Ukraina bilan muzokara o'tkazish bo'yicha taklifi jiddiy bo'lib, tinch yo'l bilan yechim topish bo'yicha haqiqiy niyatni tasdiqlaydi, dedi Dmitry Peskov. Ukraina bilan muzokaradan maqsad mojaroning asosiy sabablarini bartaraf etish va Rossiya manfaatlarini ta'minlashdan iborat, deb ta'kidladi u. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico ko'plab Yevropa davlatlari Ukrainadagi mojaroning davom etishini istashini va shu bois Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaraga qarshi ekanini aytdi. Hindiston Chinab daryosidagi to'g'onni ochib, Pokistonga suv yetkazilishini tikladi. Pokiston bosh vaziri Hindiston ustidan g'alaba qozonganini e'lon qildi. Shahboz Sharif xalqiga murojaat qilib, Hindiston bilan so'nggi mojaroda mamlakatning qo'li baland kelganini bildirgan. Harbiylarimiz Hindistonning tajovuzkorligiga yuqori kuchi bilan javob qaytardi va uni muzokara stoliga o'tirishga majbur qildi. Biz bu mojaroda g'alaba qozondik, deya ta'kidladi u. Rossiya va Ukraina uchun ajoyib kun. Bu butunlay yangi va ancha yaxshi dunyo bo'ladi, dedi Donald Trump. Putinning Ukraina bilan Istanbulda to'g'ridan-to'g'ri muzokara o'tkazish taklifi birinchi qadam, ammo bu yetarli emas. Uning ta'kidlashicha, Rossiya rahbari go'yoki chiqish yo'lini qidirmoqda va hali ham vaqtni yutmoqchi.